Ay, siz Qasımның nemesi olasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqiga tushadigan chiroyli cho'kan ekan. Bundan keyin yuzimni qandoq ko'tarib yuraman? Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qandoq? Har qaysing bu yerga onangni erga bagil kelishdingmi? Seyit begi menga elchi singlig'ini opirib so'labdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qil? Unda qilma. Vay shimg'ina va og'zingni bir tepma beka. Hozirga kelgicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmadim. Bechora nafasim qopdi. Gelmeysin. Bu şeyde kalmasınlar. Ondan kımlarlar. Qemarga tikilgan xotin. Oyshem Ismoil tabassum. 15-qism. Naman cho'loq cho'ng og'itsini. Ya'ni ayni chaqda burunqi erining mol dunyolarini elib, Naman cho'loq bilan qechib mush yurtga kelib qolgan cho'ng xotini Mehrinso xonimni agashtirib, Seyitboyni yo'qligini va uning kichik og'chi og'alligini tabrikligili keldi. Xabarsizlar. Ya'ni kelib kech vaqtiga to'g'rilab kelgan bu mehmonlar Seyitboyga toza yoqqan bo'lsa-mu, Zivarniso bilan Qambarniso xonimni beorom qildi. Chunki Zivarniso bilan Qambarniso xonim ayni chaqda Naman cho'loqning qandoq qilib Qosim polko'zdan Zivarnisoni utib olish qasdida bo'lganligini obdan bilatdi. Bundaq odamning qo'lidan har balo kas keladiki, na yaxshilik, na mehr shafqat kelmaydi. Onun ustiga Qambarniso xonim talotuzda anglagan Naman cho'loq haqidagi paranglarmi toza yaxshi gaplar emas bo'lib, hammali kishi uni o'tib ketgan jazoni xo'ri, mushtum zo'r, yuz xotir deganni bilmaydigan, puldan, mol dunyodan boshqani tonimaydigan, qiz ayollarga alohida amroq, biroq qiz cho'kan ko'ziga chiroyli ko'rinib qolsa, eri borkan demaydi. Kichikkan, rasidi bo'lmagan qizkan demaydi. Qo'noqliq bo'lamdi, tomning kayni bo'lamdi yoki pasarliq bo'lamdi. Ish qilib odam beligicha dalda bo'la oladigan yer bo'lsa, tatib so'rab opirib, unimisi unimay depsanda qilib, nomusiga tegib maqsadiga yetmagich qo'yib bermaydi. Qo'l ostidagilarga ziyoda qattiq qo'l. Shunchaki ochchig'ini keltirib qo'ysa, o'lib qolar demay urdi. Cho'ng odam yoki kichik bola bo'lishidan qat'iy nazar, arzotili bo'lsa, hammasiga amal qilib qimor o'ynashni, bang chekishni o'gitishga o'rnidi degandek gaplar bilan ta'riflaydi. Borindilla anglab kelgan mo'shindaq gaplar Qambarniso xonimga Naman cho'loqni faqatla yoqtirg'izmaydi. Zivarniso bo'lsa, eliq chog'dagi ishlar bakli aniq esida bo'lg'achqa, chiroyini oralla asliyalaydigan bu odamdan g'oyibona qo'rqatdi. Gerçi Seyitboy ikki xotiniga u haqida ko'p yaxshi gaplarni qilib, undoq yaxshi odam bo'lib ketdi-yay, og'indarchiligimiz mancha yillik sinoqdan o'tgan-ay degandek gaplarni qilgan bo'lsa-mu, har ikkisining ko'ngildagi g'ashlikni, shu tugunni butunlay yechib etishga qodir bo'lolmagan edi. Bugun bu gumon, g'ashlik, tashvishlar yana chechaklab ketdi. Seyitboy uchun aziz hisoblangan mehmon og'ichisini boshlab kelgan ekan, ayollarni mehmon oldida o'ltirib soyib xolliq qilish kerak. Yani kelib Naman cho'loq o'z og'zi bilan: Seyit birodar, kichik og'cha olganda bizni to'yga etishni unutib qopsizlar. Anglasam to'yning tayyorligi tuyuqsizlar ham taklifnoma taqtilmayli qilinig'achqa, shunga xabarsiz qoldim bo'g'ay deb o'yladim. O chaqda xabarsiz qolgan bo'lsak, mana hozir xabar topdik. Ko'nila odamgarchilik ko'ndirmaydi o debdikan. Hamda bo'lsam yarshig'ini qilli deb kelishimiz. Mehrinso xonimningmi Zivarniso xonim bilan tanishqisi keldi. Ha. Tanishib, ochsonli bo'lishib o'tib qolsa tex yaxshi. Kashvo'g'anda kelib haqasanliga malolliq yetkazib qo'ymagandimiz, ha? Ha, yaqay birodar.
Ondaq bo'lamdigan. Ha qaysilarni chillapmi akagil bo'lmaydigan aziz mehmonlar tursanglar, qandaqmi malolliq bo'lsin. Ha, jon deb qarshi olamiz, birodar. Qadam tashrif qilib g'ayrib xonimizni nurlantirganinglar uchun ko'p tashakkur. Ha, qani, mazaga boqili. Deb ko'ngil bildirib, orqadan Qambarniso xonimga Zivarnisoni chaqiring degandek ishorat qildi. Zivarniso kirmayman deb xeli johillik qildi. Biroq Seyitboy chaqirganda kirmaslik, bo'libmi mehmon bochaqda bundoq qilish Seyitboyni mehmonning oldida sundirgan bilan barobar edi. Qambarniso xonim Zivarnisoga bu ahvollarni tushundirib, ming taslikda qoyil qilib, mehmonlik yangi kiyimlarini kiydirib, yasondirib elib kirdi. Qo'rsq sal to'mpaygan, shundoqdimi nozik. Qolamagan oltin qodoqliq chiman do'ppisi bilan quliqiga esvagan 3 qavatlik oyxon zerisi qo'ymi yarashgan. Ko'ngil qo'yib ushiq o'rilgan qop-qora sochlari qoq pochiqida chechilib o'ynab turgan Zivarniso uchisidagi penjak to'n bilan intoyin chiroyli bo'lib ketgan edi. Namancho'liq uni bu holatni ko'rib, og'zini oshqinicha o'ng'iqib o'ltirib qoldi. O Zivarnisoni Natjoyning oldidagi pijiqirim issiqda Qosim Polko'zning etizida ko'ygan chig'ini esladi. To'g'ri. Shu chog'dagi chiroyi yana shu. Lekin usti-beshi o'zgargan. Shu chog'dagidan salla at qo'yib, yuzlari nurlanib, oqirib so'zilib ketgan. Levining ustidagi holi shu chog'dagidan qaridab, odamning ishini ko'ydirgidek darajada yorishib turgan Zivarniso Namancho'liqning yuragiga qaytadan o't yoqdi. Boshda qimarda utivilish tamasida bo'lgan, lekin ko'ngli tushib boqmagan. Keyin Seyitboy utivaganda g'ururi so'ngan. Biroq shu chog'da ko'ngli tushib boqmagan. Ammo hozir bu holatda go'zallik ichida parlab turgan Zivarnisoga Namancho'liqning ko'ngli tushib qoldi. Zivarniso kirishi bilan yana bir qitim qisqili salom sohat bo'lindi. Mehrinso xonim simiz gavdasini tasdi jo'ngshab, injiqlab o'rnidan turib, oldiga ko'rishgili kelgan Zivarnisoni quchoqlab, mangziga yiqib ko'rishdi. Erining nemishqa bu kichik xonimning salimiga javob qaytarmay, hangviqib qarab o'ltirganidan ajablangan Mehrinso xonim Namancho'liqning Zivarnisoga qarab qaytib qolganligini sezdi va qaytadan joylashib o'ltirgicha hech kimga sezdirmay Namancho'liqning yo'tisini motib oldi. Namancho'liq og'riq chidamay vaqirab selishdan o'zini oralla tutib, imkon bor kulishga tirishib o'ltiratdi. Zivarniso Namancho'liqning qoq beg'ishida kesilgan so'l qo'liga qaradi. Shu hamon uni surlik titrak bosdi. U Namancho'liqni ilgari bir qitim ko'rgan. Biroq u chog'da Namancho'liq imkonning boricha so'l qo'lini ko'rsatmagachga, yana kelib Zivarniso uning yanida uzoq turmag'achqa, bu odamning qo'lining bu holda ekanligini bilmagan edi. Keyin Seyitboy so'zlab berganda bak ko'ngilshib tasavvur qilib ketmagachga, shu topda Namancho'liq uningga anglaganlardimi bak surlik, qo'rqinchli tuyulmoqda edi. Namancho'liq uningga ko'zini uzmay yavatguda qarab o'ltirg'achqa, uning qo'rqinishi teg'imi oshdi. Bu yoq kichik ağaç singlim Gulxonim bo'ladi. Ig'royoq bo'lg'ashqa yurish turishi sal apsiz. Vaqtida oldinglarga chiqolmay qoldi. Ayibga buyurmag'aysizlar. Qambarniso xonimning qoida usulligi va roish mijozi Mehrinso xonimni suyundirdi. Biroq tunji ko'rishdala Zivarniso, ya'ni Qambarniso xonim Gulxonim deb tanishtirgan bu kichik og'ich xonim Namancho'liqning xotini Mehrinso xonimga yoqmay qo'ydi. Chunki o erining bu kichik og'ich xonimga och ko'zlarcha qaraganligini, ko'zlarining ichiga buzuq nazari bilan tikilib qolganligini ko'rgan edi. Gerçi bu ishda Zivarnisoning xatoligi bo'lmasa-mu, ayollar ko'pincha Allohda erining taloq qarashini shu qarashga munosabatlik ayol zotiga bog'lab, "O shu erimni ozdirdi" deb o'ylab oladigan bo'g'achqa, Namancho'liqning hayosiz qarashlari sababidan Mehrinso xonimning o'chlikimi tabiiyla Zivarnisoga markazlashib qoldi. Mehrinso xonim Zivarnisoga qaragan sira hasad qildi. Uning chiroyli lavlariga, levi ustidagi dona xoliga, qop-qora uzun o'rim chochlariga, oppoq uzun bo'yniga, avrishim
zilva badaniga qarab havas qilgan siri havasining kayni hasadga ulishib, ondan o'chmanlik o'tini yelinjitishga boshladi. O bugun bu uyga mehmondorchilikqa kelganligiga bakli pushaymon qildi. Erining nemishqa kechni kechdirmay bu uyga mehmon bo'lib kelgisi kelib qolganligini, boshqa kuni borayli deganiga o'namay, cho'qim bugun boramiz deb turib olganligini u amdilatdan tushunishga boshladi. Hozirma pat-pat Zivarnisoga qarab, ejib o'ltirgan eriga qarab, uning jahli qotdi. Qambarniso xonimning o'zlariga atab bo'lodimlagan edim deb tutqanlariga qaramay, tavim yo'qtirdi, do'ram uyda qoptigan deganni bahona qilib, ko'zlari bilan namoncho'liqni urib do'mballab haydab, Seyitboyning uyidan yenib chiqdi. Seyitboy necha kun qattiq o'ylandi. Oytura xonim bu uyga kelinlik salohiyatida kirganidan boshlab, hozir qadar ikkisi ayrim o'ltirib, astoydil paranglashib boqmagan edi. Mijozining o'solligini demaganda, aslida Oytura xonimmi ayollik huquqidan, cho'ng kelinlik imtiyozidan bahramon bo'lishga tegishli edi. Xayriyat, keyingi ishlar ikkisining chiqishib o'talmagani sababli so'g'uqla davomlashib bugunga keldi. Ko'nala tashlavatgan uyni chachqan bosadi deb bekor etmagan. Men ko'nglimni beranmaganim, atoqda xotinim bo'lsa-mu, amalda xotin qilolmaganim uchun oningmi ichi pushqandim. Ko'ngli yerim bo'lgandi. Uzun kechalarni, zerikishli kunlarni yolg'iz o'tkazib, oxiri bundoq yashayverishni xohlamagandim. 20 yildan ortiq mushu uyda qoranchoqdek yashab, oxiri chidamaganda yo'ldan chiqqandim. Azg'an bo'lsa bo'pti. Erkinlik yo'li beray. Ezishlarni to'g'ri yo'lga aylantirib, baxtini tepib olsin. O diyamagan bo'lsa, men bo'lsammi eg'iz ichib, onunla o'z yo'lini tepib olishiga fursat beray. Ömrü bu uyda behuda zoyi bo'lib ketmasin. Ammo yo'ldan chiqib, boshqa biri bilan noshoyon munosabat bog'lab yurganligini yuziga solmay, oldimda yuzini ko'tarmay qolmasin yana. Shularni o'ylab bir qarorga kelgan Seyitboy bir kuni aplik bir paytni tanlab Oytura xonimning hujrasiga kirdi. O kirganda Oytura xonim tovar takisiga yonboshlab o'zim yeb o'ltiradi. Seyitboy to'g'risiga at qo'yib, to'lib samirgan Oytura xonimga qaradi. Uning bu uyga yangi kelgan chog'dagi silviliqi, avrishimligi yo'q. Shu chog'larda oq olmadak baqirab turadigan yuzlarda mana endi ozroq qo'riqlar paydo bo'lgan. Shu chog'da bir bo'g'im supurgidek keladigan inchki beliga hozir yeshil maqbal pinjak to'ni patmay, tugmalari helili uzilib ketgidek chinqilib turgan. 2-3 kishilik o'rnini biroqli egilib, kerilib o'ltirgan Oytura xonim ismi jismiga loyiq boyning xotini bo'lib qolgan edi. Seyitboy ozroq afsuslanib qoldi. Aslida necha yil ilgari ajrashib ketinglar deb onasi Shahzodam xonim o'ttirig'i chiqqanda, o'zi chinroq turib, Oytura xonimning unimig'iniga unimay xeytini berib atgan bo'lsa-mu, bugungi mush saatchiliklar yo'q. Bo'pti. Orada bir ishki bola tug'ilg'ini yoki Seyitboy Oytura xonimning o'jrisida chiqilibdi mandugidek bir kechini o'tkazgani yo'q. Yelimi kechikmas. Biroq buningdan keyinga qolmasin. Ishlarning mo'shinchilik vaqtida uni onasining uyiga yo'lga sepib qo'yish kerak. Qani, kaslar yuqorisizlar. Oytura xonim Seyitboyning kirganligini ko'rib, darrov o'rnidan turib pagaga tushdi va Seyitboyni boya o'zi o'ltirgan kotubsiga taklif qildi. Seyitboy Oytura xonim ko'rsatgan o'ringa kelib o'ltirdi. Oytura xonim potamxonni choy damlashga buyurib edi. Seyitboy uni to'xtatib olib, o'zining Oytura xonimga deydigan gapi borligini, choy damlashni qo'yib, oshxonaga chiqib yordamlashishni buyurib, uni chiqarib atdi. Hamda Oytura xonimni yanada o'ltirg'izdi. O'jirda ikkalan yolg'iz qoldi. Seyitboy gapni nadan boshlashni bilmay birdam o'ltirib qoldi. Uning nima maqsadda kirganligidan bexabar Oytura xonim bu nomdagi erining xiyol surib qolganligiga qarab, cho'tni boshqa yoqqa so'qib, o'z oyog'i bilan kirgan mush fursatda Seyitboyni eritib qo'yniga kirib olishni planlab ulgurib o'tadi.
Siz bilan astoydil bir so'zlashay deb ko'nglimga pukib yurgili xeyli bo'lgan edi. Mana bugun fursat bo'pti. Siz bu uyga kelganimi uzun yillar bo'lib qoldi. Bu yillarni gohi urushib, gohi moy tortishib, hech bir chog'da xotinga o'xshamay o'tkazib, mana mush kunga ulashdik. Menmi bilaman. Shu chog'larda menga ko'nglingiz botdi. Shu menga yotliq bo'lib, mush uyga kelishni tanlagandingiz. Yoshligingiz, guldek chog'laringiz mush uyda o'tdi. Seyitboy keyingi gapini qandoq o'ttirib qo'yishni bilmay sal o'ylanib qoldi. Ondan yana gapini davomlashtirdi. Endi bundoq o'tiversekmi qamlashmoqdak. Balasiz qolsangiz, keyingi umringizda yolg'izlik tortib qolasiz. Uning ustiga odam deganga mukammal bir oila kerak. Shunga so'zingizni beray. Sizmi erkinlik chiqing. Chiroyingizning, kushmoqduringizning borida boshqa birasi bilan to'y qilib olib, oila qurib, bola chaqaloq bo'lib eling. Ajir Shamdoq, bu menga erkinlik yo'li bergandirmi? Oytura xonim ko'zini jamdak yo'g'intib, Seyitboyning gapini bo'ldi. Seyitboy mo'shundoq to'limdan to'qmoq chiqqandek taranshib gapini bo'lganga bakli o'chaydi. Shunmi yillardan beri bularning jidali shuncha tez boshlanib, muvaffaqiyatlik yo'g'inab, nihoyat taslikda besiqtirilib kelgan. Oytura xonim hech bir zaman Seyitboyning gapini boshlagandan tortib tugaganga qadar to'liq anglab, ondan fikr qilgan ayol emas. Seyitboy bu hujraga kirishdan avval mushlag'icha o'ylab eddisi to'liq tayyorlik qilib olgachqa, bugun ochchig'inib o'rnidan turibmi ketmadi. Bir odamning gapi tugagicha ta'xir qilib anglab baqsangiz o'lib qolamsiz deb koyibmi ketmadi. Eg'ir besiq o'ltirib, tamkin holda tushundirdi. Qarang, o'zingizni besib oling. Mening bunday qaror chiqarishim har ikkimizga foydali. İkimiz bir ömür muş o'yilda yashaganimiz bilanmi xotin bo'lib o'tamaymiz. Faqat qo'shnilarga o'xshash. Siz bu hujrada yolg'iz. Men u uyda sing'illaringiz bilan, balla bilan Ularni mening singillarim deb kim deydi? Qambarnisa aslida singlimidi. Noroziligimga qaramay amirlariga elib oldilar. Shu kundan boshlab mening undaq bir singlim yo'q. Ovoz Zivernisa degan yotning xotini. Hay, nadinmi topqanlar deyman o sho'ri qurg'inni. Özlerinin mendek qishqarsi etiba, tusi sebebi nasabdan bir chiroyli xotinlar tursa, ha bo'pti. Qambarni sami bor texi. Ikki xotinga qanoat qilmay, nadin tepib keldilar dema shu inji maruxni. Xuddi o'zim talab qilib oldirgandek singillari deb ketishni qanday qilay? To'qanlarim deb otavaslar. Ular bilan eriqning nemichilik, eshakning emichilik tuqqandachiligim yo'q meni. Oytura xonim davomliq mo'shundoq. U ayol bilan hech bir ishni maslahat qilg'ili, o'ylaganlarini o'ttirib qo'yib, chiroyli paranglashqila bo'lmaydi. Gapning beshi chiqa-chiqmasda o'g'zida eshak og'rigandek bir vaqiraydi. Shuning bilan Seyitboyning arvohi uchidi, deydiganlarini unutib qoladi. Yoki bo'lmasa, demayli qo'ydi. Biroq bugun unda qilishga bo'lmaydi. Bu ishlarni vaqtida hal qilib, o'rdikini uyan, g'ezini buyon qilib atmasa, olamodis xalqning bolasiga dada bo'ladigan ish chiqsa qandoq qilib? Seyitboy Oytura xonim bilan bosh qo'shib boqmadi. Ko'nglimi yo'q. Shu kundashlik nuqtasidan so'z ichib avora bo'lishning hojatimi yo'q. Biroq bu nom nasab ishiga, yuz obro'y masalasiga, oila sachchiligiga chetiradigan muhim ish tursa, vaqtida hal qilmay bo'lamdi. Ma'qul. Singlingiz bo'lmasa bo'lmasin. Biroq ma'o gaplarni deyishmasak zodi bo'lmaydi.